119 yildan beri faoliyat olib borayotgan jamoa tarkibida ko'plab yulduzlar to'p surishgan. Ulardan ramziy terma jamoa tuzib chiqilsa, qanday ko'rinish hosil qilardi? Keling hozir 11 ta dahoni o'z joyiga qo'yib chiqaylik. Darvozada Antoni Ramaliyets, Mushuk laqabli posbon 1946-yildan 62-yilga qadar darvozani qo'riqlagan. Kataloniya jamoasi posbonlari bilan u qadar faxrlana olmasa-da, aynan Ramaliyets o'z harakatlari bilan klubning og'ir paytlari joniga oro kirgan. Subisaretta va Valdesdan uzr so'ragan holda o'tmish kiperini orzular jamoasida birinchi raqam deb belgiladik. Himoyachilar ro'yxatini Carles Puyol ochib beradi. Unga berilgan ta'rifni bilasiz-a? Barselona qalbi. Puyol jamoa tarkibida o'ynayotgan paytlari nafaqat kataloniycha davomidan keladigan qo'rqinchli nomlar bir davrda o'ynasalar ham, aynan Puyol ularga jamoa sardori bo'lardi. Markazda Ronald Koeman, jamoa himoyachilari ichidagi eng sermas'ul yigit. Uzoqdan yo'llaydigan zarbalarning trayektoriyasini takroriy lavhadagina ilg'ab olardik. 67 bora uzoqdan urilgan gol. Himoyachi shuning o'ziyoq og'ir karvon Koemanning zarbasi zalvorini yuzaga chiqaradi. 1992-yili Wembley stadionida Sampdoria darvozasiga kiritgan yagona goli Barselonaga yangi yo'nalishdagi Yevropa Chempionlar Ligasida dastlabki g'alabani qo'lga kiritishga xizmat qildi. Hozir bunaqa zarbalar qayoqda deysiz? Chap qanot himoyasida Migueli. Jahon futbolida Puyol paydo bo'lgunga qadar klub tarixidagi eng ajoyib himoyachilardan biri, ota-bobolari Afrika qabilalariga borib taqaladigan, ammo yuz tuzilishi yevropaliklarni yodga soladigan yigit edi. 70 va 80-yillarda Barselona natijalari bilan faxrlana olmasa hamki, aynan Migueli kabi iqtidori bilan g'ururlana olardi. Chunki bu kabi himoyachilar jamoa tarkibida boshqa paydo bo'lmadi. Tayanch yarim himoyasida bugungi murabbiylar qiroli Josep Guardiola. U futbolchiligida ham haddan tashqari aqlli edi. Yakka kurashlarda raqibini qiynashga o'rgangan va qattiqqo'llikda ajralib turadigan Guardiola o'yinni ham yaxshi o'qirdi. Shu bois u boshlab bergan hujumlar kutilmagan yo'nalish olib, raqiblarni sarosimaga solib qo'yardi. Barselona uyg'ongan davrada o'ynagan Pep orzular jamoasida hujum chizig'ida o'ynayotganlarni orqadan xavotir olmaslikka chorlayverardi. Yarim himoyaga o'tamiz va u yerning qirollariga navbatni ulashamiz. Xavini taniysiz va uning maydonda nimalarga qodir bo'lganini eslaysiz. Maestro Barsa muxlislarini 17 yil xursand qildi. 767 bora maydonga tushgan Xavi 8 bora Ispaniya chempionatini yengdi.